Yo, obunachilar, qalaysizlar? Bugun sizlar bilan men yana Turbo Crafting. Bugun biz video olamiz. Qayerda desangiz, yana o'sha Livebot serverda. Serverda o'zi playerlar ko'p. Nechta sanagan bo'lsangiz yaxshi. 3 ta player bor. Mana orqadan sizlar e'tibor bermaysizlar. Kill qildim. Xo'sh, ochiqroq tushib ketdim. Biz bugun maqsadimiz bor bitta. Bu maqsadimiz maktab qurish va u yerga kamida 5 ta player o'yinchi olib kelish. Bugun biz mana shu maqsadimizni amalga oshirishimiz kerak. Qani bo'lsam ketdik. Davlbiydan chiqib olaylik. Mana. Bosh obunachilar, tayyor bo'lsalaringiz videoni boshladik. Bosh obunachilar, mana Gilqamdan keyin tushgan narsalar va ichimda bor. Xo'sh, invertalda nimalar bor? Mana shu narsalar bor ekan va 3 stok. Noh 3 stok olmazimiz bor ekan. Bu yerga. Xo'sh, bu yerga. Bo'ldi. Biz aytgandek, hozir serverda maktab qurishimiz kerak. Men hozir cheat bilan, hack bilan kirgan sababi playerlar o'ldirishi mumkin meni va video bo'linib qolishi mumkin. Shuning uchun o'zimga qulay bo'lish uchun cheat bilan kirdim. Albatta bu qiyin bo'ldi, lekin men sizlar uchun baribir cheat bilan kirishga harakat qildim va cheat bilan kirdim. Xo'sh, bu yerda respekt bor ekan. Obsidian kerak bo'ladi. Menimcha qurish uchun narsa yetarli narsalar olganman. Bo'lsam qurilish joyini aniqlash kerak. Ya'ni qayerdan maktabni qurishimizni aniqlashimiz kerak. Sandiq bor ekan. Xo'sh. Menimcha sentrga, ana bitta o'yinchi. Sentrga yaqinroqmi yoki yaqin emasmi? Bitta joy tanlash kerak. Xo'sh, sentrga yaqinroq bo'lish kerak. Xo'sh. Menimcha bu yerlar bo'lmaydi. Normalniy joyim qolmadi. Seviye yangilanishiga o'zi 9 kun. Mana. Qani. Voy, what the fuck? Bu yerga juda ham katta bino qurib tashlashibdi. Binomiz saqlab bo'ladimi? Ko'ramiz. Toshni ishlatmaslik kerak, tosh qurish uchun kerak bo'ladi. Bu yerdan qursak bo'lar lekin bu yerim buzilib ketdi. O'sha yerga yaqin. Qo'ychalarga o'ynaymiz. Bizlarga ovqat kerak emas, go'sht kerak emas. Shu qo'ylarni go'sht olmaymiz. Ana yerda respekt olish kerak. Nima chiqgan ekan? Voh. Teri chiqdi. Teri bizga kerak. Xo'sh, terini nimani o'rnida olsak ekan? Menimcha ishton kerak bo'lmaydi. Ana. Bizdan olamiz. Va biz normalniy joy topdik. Mana shu yerda bo'ladi. Mana shu yerda. Mana shu yerda bo'ladi. Xo'sh. Sigir. Kakras bizad. Terimiz ko'payadigan bo'ldi. Bu shelterga chiqib kerak bo'ladi. Menimcha ter tushdi-yu. Tushmadi. Xo'sh. Biz ham qurilishni boshlashdan oldin uxlash kerak. Uxlolmaymiz lekin. Xo'sh, yarqib o'tiramiz. Endi yaxshi ko'rinadi. Chiroyligini. Mana bu yerda yana bor ekan. Ularni ham bitta choqillatib kelsak yaxshi bo'ladi. Xo'sh. Bittagina ekan. Tushdi. Qancha tushdi? 6 ta tushdi. Ya'ni 2 ta tushdi, 6 ta bo'ldi. Endi biz qurilishni boshlasak ham bo'ladi. Xo'sh.
Qurilishni qayerdan boshlaymiz? Qorong'ida chiroyli ko'rinyapti. Mana shu yerdan boshlasak yaxshi. Zarban joy ekan. Cho'q. Aytgancha bizlar YouTube'da 10 mingta bo'lishimizga juda ham oz qoldi. Shuning uchun obuna bo'lishlaringizni so'rayman. Obunadan ko'ra mayli like bosish ko'proq kerak bo'lyapti. Shuning uchun iltimos videodagi bitta like'chani bosib qo'yingizlar. Xo'sh. Keyin ko'p kommentariyada o'qiyapman. Qanaqa server, qanday kiriladi deyapman. Axir men sizlarga aytganman. Shu haqida video ham qilaman. Qaysi server, qayerdan kiriladi, qanday kiriladi, hammasini yozganman-ku. Sizlar prosta videoni ko'rmagansizlar. Shuning uchun bilmaysizlar. Bilish uchun nima qilish kerak? Videoni ko'rish kerak. Menimcha shu kattalik yetadi. Shuning uchun videoni ko'ringlar. Bundan oldingi video edi. 38 prosmotr oldi. Albatta men katta videolarga katta prosmotr olmayapti. Shuning uchun like bosalaringiz ko'proq prosmotr olardi. Ko'proq odam ko'rdi. Endi mana bu loyihalarni olib chiqamiz. Video qanday bo'lyapti? Shuni ham yozib qolinglar. Menga bu juda ham qiziq. Muhimi kommentariy yozamiz. Kommentariy men yaxshi, juda ham o'qishni yaxshi ko'raman. Menimcha maktabdagini butunlay tosh bilan to'ldirib chiqsak bo'ladi. Hozir bitta o'tib ketishimiz mumkin. Shuning uchun bitta spam qo'yib olsak yaxshi bo'ladi. Spam qo'yamiz. Gravel chiqdi. Shu yerdan qo'ysak bo'ladi. Ana qo'ydik. Endi shida paydo bo'lamiz. Hop, resource park. Boramiz. Kerak narsa chiqmadi. Biz suv orqali boramiz. Endi avval ana cho'q mana kimya ham bor ekan, birinchi yilda. Bosh kiyim bor. Player. Nima qilamiz? Do'stlashamizmi? Menimcha kilovrni o'chirib qo'ysam ham bo'ladi, jetdi. Voy. Bu yerda qurilgan narsani qaranglar. Voy, shkatli qurib tashlashdi. Menimcha meni maktabim bilan raqobatlashmoqchi bo'ladi. Bu yerda avval qishloq bor ekan, bo'lgan ekan. Chiroqlar nima? Mashalami? Nima bo'lishi mumkin? Nima qilyapti? Xo'sh. Zo'r bino ekan. Nimadan qurilgan? Haligi 4 ta qumdan quriladigan bor-ku, shunaqa blokdan qurilibdi. Endi biz qurishga qaytamiz. Griffith. Yana player. Qanday omadlimiz. Playerlar chiqaribdi. Vaqt yo'q. Qaranglar, azizlarga lifehack ko'rsataman. Cho'q. Bular hammasini o'ldiramiz. Ana, yordam berdik. Bizlarda 3 ta player bor. Do'stimiz. Tovuqni o'ldiramiz. Tovuq ko'payib ketaverdi. Tezroq qaytib qurilish davom ettirish kerak.
menimcha emas, aniq. Hop, buni oltin kiyim bor ekan. Full oltin kiyim. Wow. Hali ham yutamib ketgan, kasalman. Davom etamiz. Bu yoqqa. Menimcha bitta videoda buni qurib tugatolmasa kerakini ham bilmadim-ku. Lekin qurib tugatolmasa kerak. Uncha bu videoda tugatish shart emas. Boshqa videolarda ham tugatishga harakat qilamiz. Biz mana bunday qilamiz. Bo'lmay qoldi. Choq. What the fuck? What the heck? Ana bizlarga o'q kerak bo'ladi, olib qo'yamiz. Xo'sh. Sevi yangilashib 9 kun qoladi, qani kamana bering. 8 kun qolibdi. Wow. Bugun kechqurunga, demak 7 kun qoladi, ya'ni bir hafta. Bir haftadan keyin server yangilanadi. Yaxshi. Men to'lka haq bilan kirib rivojlanaman-ku. Cho'q. Menimcha hozir bu qurtlashagamcha jiddiy qolmaslik uchun videoni bo'ltiramiz. Mana shunaqa xalaqit beryapti. Nima mana shu kommentariy yozinglar nima. Avval mana bu monsterlarni o'ldirish kerak. Palaka. Nima qilib qo'ydim? Bu yerda shaxtami bir bo'lak. Wow, zo'r ekan. Mana shu zo'r joy bor ekan. Rahmat guruhlar. Yaxshi. Aytgan videoni bo'ltiramiz. Go. Obunachilar meni qurayotganimda bitta fikr kelib qoldi. Mana bitta ideya kelib qoldi. Nima deylardi ya? Teksturani zo'r olish kerak-da. Bunida dekoratsiyalar berib qilish kerak. Shuning uchun men buni yerda oynali qilishga qaror qildim. Ya'ni oynali qilib qo'yamiz. Sura oynali bo'lsa, suv ko'rinib turadi. Chiroyli bo'ladi. Lekin mana bular optikamiz, bular bilan ham dekoratsiya qilsa bo'lar. Biz turamiz. Endi yana qilishib davom etamiz. Cho'q. Ikkita quru var. Mana. Lekin mana bu yerda yana buzamizmi? Menimcha shundan buyog'i yaxshi chiqyapti. Men qoldirsak bo'ladi. Mana ularni olib chiqqanda birinchi. Bu cheat juda ham zo'r, imkoniyatlari ko'p. Masalan, tez yurish. Ba'zi o'chirib qo'yganman, bo'lsam bom beryapti. Men kiramay yuraman. 3 soat. Endi 3 soat ko'p ko'rinishi deb, yana 3 soat kirmaydi ya'ni deb o'tirmanglar. Ovozim o'zgarib qolganda o'zi. Kasalman-ku. Xo'sh. Pastda nimadir ko'rinyapti. Xo'sh. Cho'q. Tosh tugayapti. Sezgarsizlarmi? Tosh hali bizda bor. Yana 2 stak bor ekan. Xo'sh, cho'q. Nimaga cho'q deyveraman? Mana bu yerda zo'r narsa bor ekan. Dekoratsiyada bu ham. Lekin kam ekanda bitta ekan. Ko'p paraxonda chiroyli bo'lardi. Bizlar buni yoqda ham to'g'ri qolibdi. Mayli. Mencha tugay deb qoldi va tugadi. Haligi qumlarni qilish kerak-da. Qo'y. Xo'sh, men to'g'richa bo'lib qolsa beraman aslında.
cho'q bo'ldi. Endi boshqa joylarni qurish kerak, ya'ni devorni, ya'ni qobirg'alarni qurish kerak. Ularni nimadan quramiz, xo'sh? Menimcha bosh qobirg'ani toshdan qurib bo'lmaydi. Boshqa narsalarga ishlatamiz. Bitta sandiqcha qurib olish kerak ekan, demak. Dekoratsiya qobiliyatim yaxshi ishlaydi, qaranglar, bilaman-da men. Xo'sh, kiramiz. Bitta vertokches. Nimadir bo'ldi. Xo'sh, vertokni qo'yamiz. Xo'sh. Biz sandiq yasaymiz. Bitta yetadi. Va sandiqni bu yerga qo'yamiz. Mana. Biz vaqtincha narsalar solib turamiz. Mana buni. Mana buni. Menimcha bo'ldi. What the fuck? Bo'ldi. Endi xo'sh, solmashyapti yo'q. Endi nimadan qurishni rejalashtirish kerak. Bizda nima ko'p bo'lsa o'sha bilan qurish kerak. Bizda nima ko'p? Menimcha bizda mana bu taxta ko'p. Lekin bizlar normal qurishimiz kerak. Buning uchun cho'ldan qum olib kelish kerak. Bitta lapatka yetadi. Mana bu mana. Endi biz maktabimizda qurishda davom etamiz. Lapat kesish kerak. Qovoq kellamanda. Xo'sh. Lapatka nimadan yasaymiz? Endi biz almazimiz ko'p. Almazdan yasaymiz. Yoshi bo'yimiz ko'p. Ketdik. Hozir 3 stak qilib olsak, keyin qilaveramiz. Boshida 3 stak olib qo'ydik. Qani olsam, qumni olishga ketdik. Mana onachilar. Orada men anaqa borib keldim. Mana shuncha narsa olib chitlarni qurib ham qo'ydim. Cho'qamayman. Eng qizi enchanted qurdim. Enchantedda hozir lapatamizni sehrlaymiz. Shunda tezroq qum olamiz. Xo'sh. Yine bir deyapti. Mana. Unworking 1, efficiency 2 sehri. To'g'risi o'qapti, lekin yaxshi. Endi biz qilchimiz sehrlaymiz. Qilishdi emas, boltani sehrlay. Qolish mumkin-da. Baribir efficiency 1 ga sehrlanar ekan. Aytdim-ku. Lekin darajani qo'yadi. Ana olamiz mana. Bu yerda joy ochilish uchun men bitta qurol qilmoqchiman. Ya'ni mana bu nima deyiladi? Ender bir baloyi battardi otamiz. Qayerga desangiz, qayerga otsak bo'ladi? O'ynaymizda, ya'ni qani cho'q. Hop bele. Yani joy açıldı. Yeni bir de asta süre. Hoş. İnternetten bulduk. Şimdi kuruşta devam edelim. Hoş. Bir yerde kurup aldık. Bir yerden de kuruşta devam ediş gerek. Menimcha hamma joyini shunaqa qilsak chiroyli chiqadi. O'rtalarini keyin nimadan qilishni o'ylab ko'ramiz. Menimcha oyna ham pishirish kerak edi. Oynaga ham qilib qo'yish kerak. Shuni azab qo'ydik-da. Efficiency birligimizda ancha kuchli. Skelet. Hayvonlarni ko'paytirib bo'lyapti. Buni ham kiyim bor ekan. Qanday ko'rmayapman. Xo'sh, meni hurmat akamni buni qolib ketdi. Yo'q bo'lib qoldi. Ular pishirishga qo'yamiz. Menimcha yarim stak yetsa kerak. Men bilmayman.
yarim stak aktorich. Hali bu yerda chuqur ketadi. Ko'p aktorlar. Judayam ko'p. Yarim stak bo'ldi. Yarim stakdan ko'proq bo'lib ketdi. Endi ketsak ham bo'ladi. 41 ta. Nima? Bizlarni korpusi normalni ko'rinyapti. Hozir qilib qo'yman-da. Endi ichimizda pechkalarni olamiz. Pechka 6 ta pechkamiz bor ekan. Grifi. Hozir hamma joyda yana rasvo qiladi. Xo'sh, buni biga qo'yamiz. Mana shu o'rtam jonga tegdi. Biga ham qo'ygan qo'ydik. Endi pishishga qo'yamiz. Nah, 4 ga bo'lish kerak. Mana 4 ga bo'ldik. Endi buni ham qo'yamiz. Qaytamiga joyga. Bu yarmini qo'yish kerak. Cho'q, uni Batiyotgan xatda o'ylayman-da, IQ kerakda bunaqa narsalar, IQ. Mana pishyapti. Endi biz qilishimizni davom ettiramiz. Bunlar pishib turguncha. Xo'sh, cho'q. O'zimizlar armaturalarni obunachilar, buni IQ'imni ishlatgan holda mana qaychi suvga tushamiz. Suvdagi o'tlar ko'ryapsizlarmi? Ana qaranglar. Cho'q. Ana IQ. Endi biz dekoratsiyalarni olib boshqa joyga qo'ya olamiz. Bu degani yana ham chiroyli bo'ladi. Mana 16 ta bo'ldi. Endi ketdik. Ana cho'q. Wow. Hamma joyga qo'yib tishsak bo'lamagan. Yoki har joyga boshqa qo'yib qo'ysak. Mana. Endi video o'ylab ketamiz. Biga 2 ta qo'yamiz. Ko'rasizlarmi, IQda chiroyli bo'ladi. Mana. Bu yoqlarga ham olib ketish kerak. Bas. Yetmaydi bizga. Mana ko'proq kerak ekan. Shunda ham ko'p qolmas kerak. Jiddiy kerak. O'zi boyni ham beryapti. Xo'sh. Men chorlab solmayapman shunga. Ketdik qo'yamiz. Ana. Ana. Yomon chiroyli qo'yilyapti bu yerda. Cho'q. Maktabimiz juda ham chiroyli bo'ladi narsa. Xo'sh. Cho'q. Menimcha bo'ldi. Mana yerga qo'yamiz. Bo'ldi. Yomon chiroyli bo'lib ketdi. Oxirgi joyda. Otganni mana bu yerga qo'yib tashlaymiz. Bo'ldi. Tugadi. Endi oynalarni olib chiqamiz. Oynalarni pishib qo'ygan. Mana 10 ta. Jam 41 ta bo'lish kerak. Seviyada baklarim bo'lib turadi, bilasizlar. Xo'sh, bitta. Endi oynalarni qo'yib chiqamiz. Yo'q. Noto'g'ri qo'yyapsiz, haligi YouTube'da ko'rgan narslaring bo'ladi. Ming yildan xabar qolib kelib eritib qo'yadi-ku. Bitta derazadan noto'g'ri qo'yib, bilasizlarmi? Mana shunday bo'ladi. Xo'sh. Ana endi qiynalib qo'yayotganda. Bu
bitta yetmaymi deyman-da. Ya yetadi. Bitta yarim stak akvachi, yarim stak hayotda bo'lmagan nima? Yetmaydi yo'q. Yetmaydi. Naraqa qo'yib, naraqa kerak bo'ladi. Tushunmaymiz. Yana hali qilmab kelamiz şimdi. Bu oyna ortdan qanday ko'rinadi? Ana. Qo'lim qiyshiqdi. Mana yomonchi mana. Zo'r takoy qildik. Mana nima endi? Oyna mana tosh olamiz. Shu. Ana wow. Yomonchi bo'ldi. Endi bizlar qaytchan qo'yib qo'ydik. Yeraman. Qaytchi mana. Ana. Endi biz yana xomashyo olib kelish kerak. Endi yana boramizmi? Endi tugatib qo'yish kerak qabırgalarni qurish uchun. Bo'lmasam olib kelamiz. Mana bunachilar qumni ham olib keldik. Keyin ayko'ngga sig'maydigan bitta narsani sezib qoldim-da. Mana buni o'zini ham olsak bo'ladi-ku. Shuni osonroq bo'lar ekan. Men unisi osonroq bo'ladi deb o'ylabman. Lekin oson bo'lmaydi. Bunisi osonroq ekan. Endi bularni qumga aylantiramiz. Ana qumga aylantirib oldik hammasini. Qopdi. Men nega qop ketdimi deb o'ylabman. Oyna qo'yishga. Qum. Qopdi lekin 24 ta yetsa kerak. Yetmaydi. Parod qilib qo'ydik kerakchi. Xo'sh, buni chiqadigan joy chiqish kerak vaqtinchalik. Keyin zina quraman o'zi. 1 2 3 Mana. Endi biz qabırg'ani qurishda davom etamiz. Xo'sh, endi qanday quramiz? Bu yerdan olib kelay, men planlarim bo'yicha. Bu yerdan bitta yo'lcha bo'lsa, demak, mana bu yerdan bo'lish kerak. Yaz, nechta bo'ldi bu? 1 2 3 4 5. 5 ta. Biroz katta bo'ladi. Keyin qavat. Xo'sh, 1 2 3 4 5. 5 ta. Faqat yo'qsa hozir abetma nima? Odam yaxshi normal. 3 4 5. What the fuck? Men hozir sizlarga zo'r layfhacklar ko'rsataman qurilish bo'yicha. Bu yerdan qanday o'tamiz? Speedrunner bo'yicha o'tamiz deb chiqdik. Nahotki biz o'zimizdan o'tib boramiz. Go'sham tugayapti. Endi askarlar komment yozsa, cho'chqa go'shi yemang deb. Insonlar bu cho'chqa go'sh o'yinda yeyapti. Hayotda emas. 5 ta bo'ldi yo'q qani. Yana parod qildik. Biz bu yoqdan qurdik-ku. Xato qo'yibmiz. 2 3 4 5 bo'ldi. Xo'sh, 5 ta qildik. Endi qaranglar. Bu yerdan bitta katta vaqtga bo'lardi. Bitta kattani. O'sha yer bilan zo'r chiroyli ko'rinadi. Ani endi keyin bitta screenshot qilib olaman. Bu yerdan bunaqa ketsa. Demak, biz korоче mana bu yerda yana qoplab chiqishimiz kerak. Bu degan yana xomashyo kerak. O'yinchi. Shuni qo'yamiz. Buni toshdan qilamiz. Kerak. Kalam qattiq ishlaydi. Toshni olamiz. Tosh olgandan keyin
Endi bu bizlarga yordam beradi. Ana, yordamchi keldi. Endi biz yana bu yoqdan quramiz. Ana, choq. Hozir suvga tushib ketmasin yana. Ana. What the fuck? Suvga tushib ketdi. Chiqamiz. Voy, endi tosh bor ekan o'zida. Endi qurishda davom etamiz. Voy, tushib ketdik. Choq. Choq. Endi nima deyapti? Mencha tosh tugadi deyapti. Ana. Endi bular qurib va obunachilar mana tayyor bo'ldi. Men tashlab keldim, shu bilan qurdik. Endi buni qo'yamiz va temir qaynatyapti ekan. Bitta oldim. Ana bo'ldi. Xo'sh, endi уже mana pastki qavat tomi tayyor bo'ldi. Mana chiroylikana qildik. Endi bu yerda mana bu yerdan bezatish kerak. Keyin menga do'stim mana buncha narsa olib berdi. Bu qandaydir blok, nomi nima? Diort. Bu qumtosh. Xo'sh, bu endi yasaymiz buni endi hali ketgandek. Yasaymiz. 1 2 3 4 5. 5 buni yer bo'lsa, mana shu yerdan quramiz. 5. Hozir 4 ta bo'ldi. 5-chisidan qurdik. Bu yoqdan shuncha. 1 2 3 4 5. Qani ketdi. Ana qurdim. Endi bu yoqdan quramiz. Bu yoqdan 2 3 4-chisida qo'ygan. Bu yerdan 3 ta qolyaptimi shunda? 3 ta qo'ygan. 4-chisida qur ekan. 2 3 4. Ana. Endi bizlar bu yerda birlashtirib chiqamiz buni yerdan. O'zim yomon xursand bo'lyapman, bu maktabimiz zo'r chiqdi ekan. Keyin quramiz. Sizlar o'zi xayollaringda o'ylayapsizlar-ku, qanday bo'lishini, ana shunday bo'ladi. Sizlar taxmin qilinglar qanaqa bo'lishini. Bezaklar beramiz hali. Keyin mana bu yerni ham quramiz. Choq. Kamera ortida bitta kill qildik. Keyin bizni o'ldirib ketishlariga sal qoldi. O'yindan bir chiqib kirib oldim. Yomon qiyin bo'lyapti. Ana taymni ham vaqtini ko'rsatishdi o'zi. 8 kun 13 soat 45 minut qolibdi yangilashiga. Yangilashni uncha kuchda yaxshi ko'ringlar. Kesa o'stirasi yangilashdi. Yaxshi nima qilaman? O'zi asli juda ham yaxshi ko'raman yangilashni. Hamma jiyab yangi bo'ladi. Mana bunaqa buzilib ketmaydi. Xo'sh, mana. O'zi maktab 2 qavatli bo'ladi. Tomi qanaqa bo'lishini bilmadim. Mana shunday. O'zi qobirg'asi normalni ketyapti. Keyin mana hozir tepagi qobirg'asi tayyor bo'ladi. Imchat bo'ldi. Endi bir tushib ko'ramiz. Tushlar bilan ko'r. Ana shunaqa bo'ladi.
Keyin bu yerdan ham hali dekoratsiya qo'shaman, ya'ni bu yerdan kirish boshqacharoq bo'ladi. Xo'sh. Keyin bunga ham yangilik kiritish kerak. Tabii yangi shart emas. Loyda o'zini qo'yib qo'yamiz. Xo'p, bu yerga nimadir qo'yib ketishibdi. Xo'sh, taxta qo'yibdi. Xo'sh, buni oldim. Loyda olamiz. Keyin mana shunday çok O'zi keyin bu o't o'sib ketadi. Mana ham yashil keyin normal bo'lib qoladi. Undan qo'yib qo'ydim. Bo'ldi. Endi bu yerdan ham qo'ysak bo'ladi. Keyin bizlarga anaqa do'stimiz ketdi, nimagadir. O. Judayam apasi joy bor ekan bu yerda. Berkitib qo'yish kerak. Ana, yaxshi. Ana, qomab ketdi. Naq necha stak? Voy. Ana, endi bularni ozginasini qovuramiz. Naq 3 stakka yaqin ketdi. Xo'sh, bu yerda yarmini bu yerga, yarmini bu yerga qo'yamiz. Ana, bundan esa buni qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, tayyor. Endi hozir obunachilar qaranglar, o'zi biza qovurg'a yasab bo'lib, qopqon tugatdikdan bunga dekoratsiyalar berdik mana kirish qismiga. Juda ham zo'r chiqyapti. Ana yomon zo'r chiqyapti. Buni endi davom ettirish kerak, normal zo'r qilish kerak. Endi biz mana bu yerlarni mana bunaqa blokdan qilmoqchimiz. Pastki qavatini. Tepasini ham o'ylab ko'ramiz. Mana obunachilar o'zi tugay deb qoldi. O'zi necha kun qurdik va shu qurdik. Mana çok yomon chiroyli chiqdi lekin. Qani. Uylar to'g'rilayapti. O'zi bizda ikkita player bor do'stim. Qaranglar turishini va shu takoy qurdik. Va shu zo'r qurdik. Bunga posta qo'ydik. Va chiroyli bo'ldi. İçlerini göstereyim. İçler ham vashi udir. Mendan zo'r bitta dengizga chiqadi yo'lchi. Bazini to'g'rilayman, mana ikkinchi qavat. Vau. Vashi zo'r. Endi bu to'g'rilaymiz. Mana bular to'g'rilayotadi. Xo'sh, mana shunday. Shunday chiroyli quryapmiz. Endi faqat tomni yopsak bo'ldi. Tomni ham yopish kerak. Xo'sh. Tomni yopishga chiqdik. Yerda yopish kerak ekan, ko'rmayapman. Xo'sh, men tosh bilan yopamiz. Hey, shunchasi uchun terisi ya'ni yaxshi. 20 ta bo'kshab qilamiz bundan.
Xo'sh. Endi tomni yopishga qum kerak. Xo'sh. Mana chetlar bilan ishlatib oldik. O, buni oltin olganmi? Yaxshi. Çok XP'lar beradi. Qaranglar bu yoqdan ko'rinishini. Va shu chiqqan. Mana orqa tomonning ko'rinishi. Menga yordam bersin. İnsan fikri yaxshi. Benim çok yaxshi. Burada qulab berishimiz kerak. Ozginagina. Keyin toshga o'tsak ham bo'ladi. Zaten legendarный лопатяшка, legendarный козы. Stop. Zet raqomatchi ha. Quvvatchi yaxshi emas. Zahra IQ'ni ishlatishimiz kerak. Biz mana bunaqasiga olamiz. Mana IQ ham tosh ham olamiz. Voy IQ. IQ'm qattiq ishlayaptimi? Tosh ham olamiz. Tom yopishga tosh kerak. Ham tosh, ham shunaqa tosh. Bizda bu nima deyiladi? Ko'proq tosh kerak. Tom katta chunki. Bizdan oldin ham kimdir qazgan ekan. Endi faqat tosh olish kerak. Taqiqlarni ham olamiz. Lekin maktab va shu o'da chiqdi. Maktabda oxirigacha bitkazamiz. Keyin asta rasmga tushamiz. Bo'ldi yetar shu. Ko'pi zarar. Yer resurslar. Biz böyle resurs kerak. Ovqat bor ekan. Normal narsalar solib ketish kerak. Mana bu kerakmas. Mana shu kerak.
Bu yerga mana buni qo'yib qo'yamiz. Buni ham qo'yib qo'yamiz. Chiqadi. Keyin biz ikkinchi qavatga chiqamiz. Buni olib tashlaymiz. Yomon turib qolibdi. Endi chiqamiz. Hoppali. Ana. Mana shu yerga qo'ysak bo'ldi. Keyin bu yoqni tosh qo'yamiz. Shu deb chiqadi. Bu yerda olamiz. Xo'sh, endi toshni olamiz. O'rtadan qo'yamiz. Boshladik. Biz endi tomni to'ldirib chiqamiz. Va obunachilar, mana nihoyat tayyor bo'ldi. Endi ekskursiyani o'tkazamiz. Avval tashqi tomoniga baho berasizlar. Mana orqalarini ham ko'rsatay. Mana orqasini ham ko'rsataman. Mana endi ichiga o'tamiz. Ichi вообще udar. Xo'sh, eshiklar qo'ydik. Mana bu yerlarga baho berasizlar. Orqa eshik bor. Wow, вообще zo'r. Endi bu yoqqa o'tamiz. Mana ikkinchi qavat. Bu yerga hali yana bezak berganda, undan ham zo'r bo'lardi. Bu yerga ham dekoratsiya berishga harakat qildim mana. Kommentariyaga yozamiz qanday chiroyli bo'lgan. Hali zinani qo'ymadik. Ikkita zinani ham almashtirish kerak, bo'lmaydi. Mana ikkinchi qavat va zo'r chiqqan. Menimcha videoni tugatish vaqti kelib qoldi. Videoni tugatamiz endi. Ana do'stlar turibdi. Endi videoni tugatamiz. Bu videoni ko'rganlar oxirigacha, sizlarga rahmat. Keyingi videolargacha xayr. Hali bu maktabda videolar ham olamiz. Buzilmasa albatta. Qani bo'lmasam, xayr.